Like'lar bosishga arziydigan syomkalar qilib beramiz. Bugun Qashqadaryo viloyati Qarish shahridagi presep seximizdan kecha 3 ta presep sotildi. Bugun ham yana 3 ta presep sotildi. Bu presepimiz 2,5 ga 1,5. Mana Cobaltga parkoplar ustanovka qilib berdik. Bu aksiya ketyapti o'rtoqlar. Bu 10,5 million sotilib turgan presepimiz 10 million qilib berdik. Keyin mana bu yerda 2 mostlik presepimiz 2,5 ga 1,5. 13,5 million sotilib turgan presepni 12,5 million qilib berdik. Shu 40 ga 1,40 presepimiz 9 million 400 qilib berdik. Preseplarimiz sifati juda zo'r. Kimga 1 mostlik, 2 mostlik preseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana hozir mana bu 240 ga 1,40 presepimiz mana Jiguliga ustanovka bo'lyapti. Mana oq presepimiz mana Cobaltga ustanovka qilinadi. Mana 274 ga mana Surxondaryodan yana ukaxonlarimiz kelgan, presep zakaz qilgan. Ular ham kechgacha xudo xolasa 4-presepimizdan bemalol kuzatib boramiz. YouTube ishqibozlari like'lari bosib jo'natib qo'yamiz. Yana Amon Trail Instagram sahifamizda ham bemalol kuzatib borishlaringiz mumkin. Instagramimizdan har xil 1 mostlik, 2 mostlik preseplarni obzor qilib o'tganmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Zo'r preseplar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimiz bo'ladi. Presep ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarish shahrida, Osiyo bozori yonida. Manzilimiz Yerqo'rg'ondan kelaverishda 8 etajli domning ro'parasida, mashina bozori yetmasa 8 etajli domning ro'parasida mana avtosxirab servisga kelaverasizlar. Mana labolarga ham tent qo'yib beramiz. Hozir buni iplarini tortib, chiroyli qilib taxlab beramiz. Tent, keyin alifonli variantlari, liboy variantini qilib beraveramiz. Presepdan qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, presep to'g'risida, tirkamalar to'g'risida, kategoriya qanday holatda so'raladi, kategoriya so'rash uchun 1 mostlik, 2 mostliklari boshqarish uchun kategoriya so'raladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelganicha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Like bosing, boy bo'ling deb qolamiz, hurmatli yurtdoshlar. E'tiborlar